vegetativ nerv sistemasini bo'shashtirishga imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun hozir biz asosan vegetativ nerv sistemamiz simpatik, parasimpatik, siqilish va bo'shashtirish. Uni siz mana qo'l bilan qilganda emas, ichki a'zolaringizda shu siqilishlar bo'lgani uchun uxla olmaysiz. Asablaringizdan qisilib qolgan. Mana bu mashq o'sha vegetativ nerv sistemasini parasimpatik, ya'ni qo'yib yuborish sohasini ishlashiga yordam beradi. Buning uchun ko'zlaringiz tiklanishi, a'zolaringiz tiklanishiga yordam beradi. Tayyormisizlar? Demak, o'tiramiz. Ko'zlarimiz yumuq. Ana endi siz qomatingizni sal cho'qqalarini cho'zib, umurtqa pog'onangizni erkin qilib, yelkalaringiz siqilgan bo'lsa, bo'shashtirib yuborishingizga nazar soling. Ko'krak qafaslaringizda qisilish bo'lsa, yana ozgina qisiltirib qo'yib yuborasiz. Qorin sohangizda agar siz qattiq ushlab turgan bo'lsangiz, chuqur nafas olib bo'shashtira boshlaysiz. Oyoqlaringizda qisilish bo'lsa, yana ozgina tortib bo'shashtirib yuborasiz. Oyoqlaringizni tagigacha bo'shashayotganingizni va uni kuzatayotganingizni e'tibor qilatsiz. Uni ko'zni yumgan holatda bajarsangiz maqsadga muvofiq. Ana endi yengil tabassum bizni boshlarimizga va peshona mushaklarini bo'shashtirishga yordam beradi. Ana shunday holatda mana oyoqlaringizni uchiga, barmoqlaringizga nazar soling. Sizni katta barmog'ingiz, sizni ana shu barmoqlaringizgacha qon aylanishi, o'sha yerda asab tolalari boradi. Yaxshi ham shu barmoqlarim bor. Meni yurishim, o'tirishimga xizmat qilishyapti. Har bitta barmoq. Rahmat deb eslab qo'ydingiz. Yuqoriroqqa chiqasiz. Suyak to'qimalaringiz bor, boldir mushaklari bor. Ularga minnatdorchilik bildirasiz. Tizzangiz bor. Rahmat tizzalarim deb tizzalarni ana shu bukilishi, tizzalarni qon aylanishi, tizzalarni harakatlariga e'tibor berasiz. Hozir biz sizga ozgina musiqa bilan ham yordam beramiz. Nafas olib, nafas chiqaring. Nafas olishingizni qanchalik chuqur bo'lishi, shunchalik uyqungizni chuqur bo'lishiga sabab bo'ladi. Yuzaki nafas, yuzaki uyqu. Chuqur nafas, chuqur uyquni kelishiga sabab bo'ladi. Barakallah. Nafas olib, o'rtacha 4 sekund ushlab turib 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekundlar nafas chiqarish 8 sekundlargacha borsa, bu badaningizni chuqur bo'shashib, chuqur tanangizni erkin bo'lishiga sabab bo'ladi. Tizza sohasiga keldik. Son sohalaringizni kuzating. Kattaroq mushaklar, ichida paylari, suyaklari bor. Barchasiga tashakkur. Siz bu yerga nazar solganingizda a'zolaringiz quvonar ekan. Xo'jayin meni eslayapti. Xo'jayin bizni esladi. Xuddi farzandlaringiz otasi yoki onasi eslaganda. Onalik mehri, otalik mehri bilan nazar solganday. Siz nazaringiz ana shunday bir tuyg'uni yuboradi. Va ular ichidagi bo'layotgan almashinuv jarayonlari, oziqa moddalari yaxshi yurishni boshlaydi. Umurtqa pog'onangizni eng pastiga qarating. Asosi dumbaza qismi. Har bitta pog'ona, har bitta disk o'ziga xos faoliyatga ega.
ularning orasidagi asab tolalari bo'shashganda butun badaningizdagi a'zolar, orqa miya, oshqozon-ichak tizimi, yurak qon tomirlari, yuragingizning ritmi, o'z holatiga kelishni boshlaydi. Bel sohasi, tepa ko'krak sohasi, bo'yin sohalarini bir boshdan ko'zdan kechirib chiqyapsiz. Bir boshdan ko'zdan kechirganda xuddi yo'qlab qo'yyapsiz. Sog'ingan, yaxshi ko'rgan insoningizga o'xshab. Har bir a'zoyingizda chunki ongi bor, qalbi bor, o'zini o'zi tiklash mexanizmi bor. Yelkalaringizga nazar soling. Yelka mushaklari, qo'l mushaklari qancha insonlarni bag'rimizga bosganda, qancha mehnat qilganimizda, kun davomida bizga xizmat qilishadi. Qancha bobo dehqon, bog'bonlar, bobolarimiz qancha ne'matlarni yetishtirishadi. Bu ajoyib qo'llar. Kaftingiz, barmoqlaringizgacha nazar soling. Ana endi ichki a'zolarga bir nazar soling. Yurakka e'tibor qarating. Yurak xotirjam uryapti. Yuragim, senga yurakdan rahmat deb qo'ying. Minnatdorchilik, tashakkur berib qo'ying. U buni his qiladi. Oshqozoningizga nazar soling. Sizni beminnat xizmatkorlaringiz, beminnat o'z ishini a'lo darajada bajaruvchi a'zolaringiz. Oshqozon osti bezi, o'ng tomonimizda jigar. Ana shu sohalar bo'shashganligi natijasida hamma keraksiz narsalar ketib, filtr yaxshi ishlashni boshlaydi. 600 dan ko'p ishlarni bajaradi. O't qopi, rahmat. Chap tomonda taloq, kindikdan pastki a'zolarimiz, erkaklik, ayollik quvvatlarimiz barchasiga rahmat. Buyraklarga nazar soling. Ikkita aka-uka bir-biri bilan hamohanglikda sizga xizmat qilyapti. Buyrak usti bezlari, ularni ham xayolan yaxshi ko'rib yo'qlab qo'yayotganday, ularni ham xayolan yaxshi ko'rib yo'qlab qo'yayotganingizdek. Ofarin. Barakalloh. Bosh sohasiga qarang. Labingiz, burningiz, nafas olishingiz. Har bir nafas hayot. Ichingizga kirib boryapti. Har bir chiqargan nafasingizda ortiqcha g'uborlar, karbonat angidrid, keraksiz g'uborlar chiqib ketyapti. Har bir nafas olganingizda kislorod kirib kelyapti. Ko'zlaringiz, ularga rahmat. Shu yorug' dunyoni ko'rayotgani uchun. Quloqlaringiz, ichidagi kanallariga nazar soling. Bizni muvozanatda ushlab turish imkoniyati bor, vestibulyar apparat bor.
quloqlarimizda eshitish qobiliyati bor, ularga nazar soling. Sochlaringizgacha har bir tolasi issiq sovuqdan himoya qiluvchi va sizga go'zallik beruvchi bu sochlar. Terilaringizga rahmat. Butun badaningizga mana shunday nazar solib chiqib, tashakkur. Ana endi birgalikda dam olamiz deb ularga mana shu niyat, mana shu signalni berganingizdan keyin tanangiz xo'p bo'ladi xo'jayin. Ertalab turib ajoyib bizning ishlarimiz bor. Katta ezgu maqsadlarimiz bor. Ularga uyg'onamiz deb ularni hayolan quchoqlab qo'yib, yaxshi ko'rib qo'yib yotamiz endi. Degan so'zlaringizda badaningiz chuqur bo'shashga imkoniyat bo'ladi. Rahmat. Ana endi yana erkin nafas olib, nafas chiqarib, yana nafas olib, nafas chiqarib. Yana nafas olib, qo'llarni salgina yuqoriga cho'zib qo'yishingiz mumkin hozir uyg'onish uchun. Lekin yarmiga borganda siz uyquga ketgan bo'lishingiz ham mumkin. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz yo yotishdan oldin bu mashqni qilsangiz. Aytganimizdek uyqu doridek ta'sir qiladi. Nimani sezdingiz, nimani his qildingiz badanda o'tkazganingizda? Agar sizda chuqur bo'shashish yoki miyangiz erkin bo'lgan bo'lsa, demak xursandmiz siz bilan bugun mana shunday bir sabr qilib suhbatni tinglaganingiz uchun. Keyingi videolarda siz bilan ko'rishguncha deymiz. Balki bu mavzuni yanada chuqurroq ochamiz biz. Odatda biz mashg'ulotlarda bu mavzularni har kuni ochib, mashg'ulotlarda 3 kun ichida normalizatsiya bo'ladi, uyqularimiz, badanimiz bo'shashish va ko'p surunkali kasalliklardan xalos bo'lish, vaznni normalizatsiya bo'lishi, 10 kunda 3 kilo vazn tashlash, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar keta boshlaydi, ko'z nuri tiklanishi. Bular keyingi jismoniy harakat ham ana shu aqliy bo'shashish harakatlari bilan birgalikda uyg'unlikda bajarilganda 10 kun ajoyib natijalarga erishamiz. Agar siz mana shunday mashg'ulotlar menga ham xohlayman, chunki dorilar bilan rosa yashayapman, lekin vaqtinchalik ta'sir qilyapti, doktorga boryapman. Menda o'zimda bo'lgan 6 oylab masalan vaqtinchalik ta'sir qiladi, keyin yana qaytaraveradigan holatlar yoki ko'z nurimni pasayishi, ana shulardan chiqmoqchiman deydigan bo'lsangiz, o'zingizga bir huzur, halovatda, quvonch bilan mana shu ko'zlaringiz, har bir tanangizni a'zosi xursandchilikda va rohatda, huzurda tiklanadi. Hamma kasallik zo'riqishda bo'ladi. Siz agar zo'riqar ekansiz, dorilar qilasizmi? Ularning hammasi faqat vaqtincha bo'ladi. Chunki kasallik tepadan boshqa joydan bo'laydi. Savollaringiz bo'lsa marhamat, offline, online mashg'ulotlar tashkil qilib qo'yganmiz. Online mashg'ulotlar uzunroq bo'ladi, bir 40 kunlar. Siz bilan aloqada bo'lamiz. Offline mashg'ulotlar siz 40 kunlab bu yerda yurishingizda ishdan kelib imkoniyat bo'lmagan uchun biz 10 kunlik qilib qo'yganmiz buni. Pastda havolalar qo'yib qo'yiladi agar mabodo siz qanday topamiz sizlarni degan savollar ko'p bo'ladi. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. O'sha hammasi bo'ladi. Manzillargacha. Ko'rishguncha barchangizga tashakkur. Keyingi Oynai jahon orqali